أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz qarindoshlar, bugungi darsimiz amallarning, ish harakatlarning mutlaq afzal, a'lo bo'lmaydiganligini, faqat shu amallarning zaman, makon, ahvol va muhitni qarab turib, uning afzalligi, a'loligi o'zgarib turadiganligi haqida darsimizin so'zlamoqchi. Hammalarga ma'lum, bir amal o'xshash hamma yerda afzal bo'lib ketishi noto'g'ri. Va bir ish harakat hamma vaqtda o'xshashla afzal bo'lib ketishi noto'g'ri. Chuqur o amallarning afzal bo'lishini talab qiladigan, afzal bo'lishiga sababchi bo'ladigan sabablarga qarab afzal bo'lishi mumkin. Masalan, oldingi darslarimizda birinchi amallarning afzal bo'lishi davom bo'lishiga bog'liq degandik. Üzülüp qoladigan amal bilan davomlashgan amallarning farqi va uning o'rtasidagi afzallik haqida biz so'zladik. İkinci darsimizda amallarning afzal bo'lishi va o ibodatlarning Allohning oldida a'lo ibodat, darajasi yuqori ibodat bo'lishi manfaatiga qarab bo'ladiganligi. Manfaatlik amalmi, ya'ni manfaati shu amalni qilguvchi bilan qarashlik bo'lamdi yoki boshqalarga manfaati ta'sir qilamdi, manfaati yo'qamdi, buni qaradi. Shundisida manfaat bir doirada bira yurt, bira yeza, bira nahiye, bira viloyatga qarab farqlanishi bilan u vaqt ham 1 yillik, 10 yillik, 20 yillik yoki 100 yillik vaqtiga qarab farqlanadiganligi haqida to'xtaldik. Demak, davom bo'lish, manfaatlik bo'lish, manfaatiningki ko'p va oz bo'lishi. Uchinchi birisi zamonning buzilishi. Zamonning buzilishi. Odamlarning buzilishi sabab buzilishimi amallarning afzal va a'lo amal bo'lishiga sabab bo'ladigan omillardan ekanligini so'zlagandik. Bugungi darsimiz ixtilaful abdal bi ixtilafil zaman val makan val ahval din boshlanadi. Afzal amallarning zaman, makon, ahvollarning o'zgarishi, farqlanishi bilan afzal ekanligining o'zgaradiganligi haqida to'xtalamiz. Va huna bu darsimizda ibodat ikkiga ayriladi. Dunyolik ibodat va oxiratlik ibodatdir. Dunyovilik ish harakatlar, oxiratlik ish harakatlar. Dunyovilik ish harakatlarning afzal bo'lishidagi sabab birinchi ehtiyoj sababi. Musulmonlar o'zining ijtimoiy hayotida nimaga ehtiyoj bo'lsa, shu ehtiyojni tugutish yuzasidan, shu ehtiyojni hal qilish yuzasidan amal farqlanadi. Masalan, bir yurtda oshxona ko'p ekan, ammo un tatadigan zavod yo'q ekan. Bu qasa u vaqtda oshxona ichish afzal emas,
un tartadigan zavodni silish va mangdirish bu afzal bo'ladi. Agar u yerda unmi bor ekan, ammo yog' yo'q ekan, yog' zavodi qurish yog'ga ehtiyoj bor ekan, chunki boshqalardan elish bilan o'zining hojatini hal qilolmaydigan. Ana u vaqtda yog' zavodi qurish o musulmonlarning ichida afzal, a'lo, savobi muhim amallardan biridir. Agar un zavodimi bor, yog' zavodimi bor, oshxonasimi bor, ammo musulmonlarning kiyim-kechikini tikadigan saypunchilik zavodlari yo'q ekan. Ya'ni to'qimachilik zavodlari, tikkuchilik zavodlari, korxonalari yo'q ekan. Bunda bu qolgan vaqtda musulmonlarning ustiga tikkuchilik zavodlarini, to'qimachilik fabrikalarini selish, uni mangdirish yoki shunda hunar kasbini egallash o musulmonlarning ustiga afzal, a'lo, muhim ibodatlarning qatoriga kirib qoladi bu. Buni men xolisam qilaman, xolisam qilmayman deydigan ish yo'q. Unga tayin topadi. Agar birisi bu qolsa, unga tayin topadi birodarlar. Chunki bu vaqtda tikkuchilik korxonasi qurilmasa, to'qimachilik fabrikasi qurilmasa, musulmonlar o'zining kiyim-kechaklarini boshqalardan import qilishga muhtoj bo'ladi. Natijada u boshqalardan import qilingan kiyim boshqa millatning madaniyati, boshqa millatning qimmat qarashi va boshqa millatning o'zining badaniga ko'ra yasagan kiyim bo'lganligi uchun u islomiy millat, musulmon millatning qizlariga, o'g'illariga, avlodlariga o mos kelmaydigan kiyim bo'lib qoladi. Mana bugun qaraydigan bo'lsak, do'konlarimiz, bozorlarimizni aylanadigan bo'lsak, musulmon millatiga, hatto o'zimizning Uyg'ur millatiga yarashadigan xos kiyimlarni topolmayotimiz. Chunki musulmonlar umuman iqtisod bilan yuzlanib, hunar, kasb bu sohaga yuzlanmaganligi uchun boshqalar buni egallab ketib, kiyimni boshqalar tikib beradigan, unni boshqalar tortib beradigan, yog'ni boshqalar ekib beradigan, to'qni boshqalar boshqarib beradigan bo'lg'achqa musulmonlar umumiy sohalarda boshqalarga muhtoj bo'lyotidi. Shuning uchun dunyolik ishlarda birinchi ehtiyoj afzal bo'ladigan sabablarning birisi. Qandoq bir ishda musulmonlar boshqalarga yulinib qolish va boshqalardan elishga majbur bo'lishga sababchi bo'ladi ekan, dal u ishda to'liqlash musulmonlarning ustiga tushadigan afzal ibodat. Buni biz darsimizda so'zlaymiz. Ikkinchi, oxiratlik ishlarga kelsak, oxiratlik ishlarning afzal bu ish bo'lishida, amallarning, ibodatlarning afzal ibodat bo'lishida ulamolar 4 xilga bo'lingan. Birinchisi, amallarning afzal bo'lishida sabab o amalni, o ibodatni qilguvchiga ibodatning qiyin bo'lishidir. Xuddi qishliqda eqiyotgan o'standan suv elib tahorat elish o'xshaydi. Muzliq suda. O qiyin, jafoli, hatto balkim to'nglab qilishi mumkin bo'ladigan ishlar. Buni bunday chaqda amal qilish bu şu amal qilg'uchininki, ibodat qilg'uchining ko'nglidagi naqadar kuchli iymonni ifodalaydi. Qiyin bo'lish biri, afzal bo'lish. Ikkinchi bir turkumdagilar o'zini ibodatga bag'ishlash, dunyo bilan munosabati bo'lmaslik, dunyoga o'zini bog'lamaslik, turmushga o'zini bog'lamaslik, butun hayotini dunyoga atash. Bu bir sufiylarning yo'li. Rahiblarga o'xshaydigan shakl jihatda virdi vazoiflar o'qiydigan sufiylarning yo'li. Bular
özünü ibadetke bağışlaştırıp en afzal ibadet. Üçüncü bir türkümlükle menfaat ibadetin afzal buluşunun sebebi. O ibadetin, o amelin menfaati qanchaki ko'p kishilarga bo'lsa, ko'plar o amelden menfaatlanalsa, o amel Allah'ın aldığında savabı yukarı ve Müslümanlar kılıştırdığı afzal amel bulunur. Dördüncü türdekiler amellerini vaktinin talebine bağlap düşünür. Mutlak amel afzal diye olmaydı. Ama vaktinin talebi bilen amel afzal bulunur. Her kanda vakit nemini talep kılsa şu vakitte kılıngan ibadet afzal. Öğü kirgende ballığı yaxşı muamele kılış. Mesela seherlikte teheccüd namazını okuş. Kur'an'ın aldığı kelgen vakitte fikir tefekkür kılış. Ayalının kışını kelgende yaxşı muamele işrette buluş. Yaxşı işrette buluş. Yolda bulungan vakitte kibir tekebbür kılmaslık. Yoldaki eziyetlerini ele öteş. Mana bu ezan okulgan vakitte derhal tarat olmuş tarat iliş. Tarat mutlaqası mescid barıp namaz okuş. Digende her kanda vakitinin talebi nime amelini talep kılsa del şu vakitin özünde o amelini kılış. O amelin afzal buluşu ve sevabının yoklu buluşu olur. Sebep buludu değil. Demek afzaliyet nukul davamlık bir amel afzal buluduğun yok. Bir kitaplarda muamel afzaldi dese şu zaman ya şu makan ya şu vakti Müslümanların ahvali ya şu vaktiki muhitinin ahvalına bir nazar tutmamız lazım. Kitapta muamelni afzal depti, muamelnin savabını yukarı depti. Dep lan onu bir esnafamazsınız ki. Çünkü muhit ameli, makan ameli, şahsların ahvali ameli, vakit ameli şu amellerini afzal kılgan buluşu mümkün. Bizden hazırki muhitimizde, ahvalimizde, şaraitimizde amellerin kaysı bizge gereklik ve bizden kaysı amellerini talep kılıdı. Vaktininki, muhitninki, makanının ihtiyacı digenini bölüp amellerini afzal ve afzal amel çıkarırsınız. Tarıklandırırsınız. Gerek burada. Ama bugünkü dersimiz bu hakta buludu. Nihayet muhim ders. وَهُنَا نُقْتَةٌ يَنْبَغِي تَوْضِيهُهَا. Bu yerde aydınlaştırılışkı tegişlik bir nokta var. O nokta bolsa mu? أن الأولوية والأفضلية في كثير من الأمور لا تكون أولوية مطلقة في الزمان والمكان والأشخاص والأحوال وإن تفاوتت. O bolsa mu? Nurgun işlardaki afzallik ve alalık o mutlaka evla afzal bulmaydı zaman, makan, şahıs, ahvallarda. Gerçi o zaman makan özgürse mi? Zaman makan özgürse mi? Yani o şaş mutlak o afzal evla bulamaydı. Bunu bir aydınlaştırılışımız lazım. Belil galibu enneha tetefavatu. Belki bu ameller köfince zaman, muhit, şahsiyetinin tesiri gösteren amillerinin farklanışı bilen farklanır. Bunun misali var mı? وَلِهَذَا اَمْسِلَةٌ كَثِيرًا. Bunun nurgun misalları var. Bunun nurgun misalları var. Demek ki bir amel her kandak zaman, her kandak urunda ya her kandak kişiye karşıda mutlak afzal olmaydı. Mutlak evla olmaydı. Mutlak birinci kılışkı tegişlik iş olmaydı. Belki o zaman makanının özgürlüğüne karakter bunun afzal evlalığı özgüreydi. Ma zamanda afzal emas amel yeni bir zamanda afzal buludu. Bu yerdeki şu muhit, şahıs, zaman makanının tesiri bilen o amellerin tesiri
o'xshamaydi. Buningga yuqorida azroq misollarni keltirdik. Abdalul a'mal dunyaviyya, dunyolik ishlarning afzallari. Bizning ulamolarimiz teriqchilik yoki hunarvanchilik yoki tijorat, ya'ni bu ishlar Allah subhanahu va taolo bu ishlarning qaysi Allohning oldida savobi ko'p, fazilati yuqori deganda ixtiloflashib qoldi. 3 ishlar. Ularni bu ixtilofga ularni bu ixtiloflashishga elib borgan ish hadislarda bu ishlar to'g'riliq her birinin fazilet haqida kelgan hadislar. Ularni vallazi da'ahum ila hazal ixtilof degan ularni bu ixtilofga so'rab kelgan ish, bu ishlar to'g'riliq her birinin fazilet haqida kelgan hadislar. Her birinin haqida nurg'un hadis keldi, faziletli hadislardan dehqonchilik, yezi egilik, teriqchilikning fazilati haqida ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahima illa kana lahu bihi sadaqa degan bir hadis keldi. Bir musulmon ko'chatdan birini tiksa yoki ziroat terisa, uningdan uchoqliq ya inson yoki chorva yesa, o kishi uchun o ko'chat yoki teriqchilik, ziroat sababli o kishi uchun bir sadaqa bo'ldi deb Rasululloh bayon qildi. Demak, dehqonchilikning, teriqchilikning, yezigilikning qanchalik fazilatning yo'qligini mana bu hadisdan ko'rib olamiz. Onun donlaridan, onun mevalaridan yegan, ya onun soyasida soyadigan, yoki uningdan manfaatlangan, mayli inson, mayli hayvon, qanday narsa bo'lsin, soyadigan bo'lsa, uningdan fazilat, savob, ajri shu ilim bilan shug'ullangan dehqonga bo'ladi deb Rasululloh bayon qiladi. Unda bo'lgan chaqda buningdan shu dehqonchilikning qanchalik yo'qligi chiqib turadi. Hunarvanchilikning fazilati haqida ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min amali yadihi, bir inson mutlaq o'zining qo'li ishlagandan, o'zining qo'li bilan ishlab yegandan yaxshiroq taomni yemidi. Jazman Allohning payg'ambari Davud alayhissalom o'zining qo'li bilan ishlab yetdi deb keldi. Demak, en afzal taomning, en yaxshi onaning sutidan va halol minnatsiz taomning o'z qo'li bilan ishlab yegan taom ekanligini Rasululloh bayon qildi. Hatta Allohning payg'ambari Davud alayhissalomni buni ulug' etdi. Unda bo'lgan chaqda cho'qim o'z qo'ling bilan ishlab yeyish, o'z qo'ling bilan o'zingizning turmushini qamdash, bu haqda bu hadis nihoyat yuqori bo'lganiga ishora qiladi. Mayli u hunarvanchilikning ichida satrashchilik bo'lsin, yoki qassobchilik bo'lsin, yoki to'qimachilik bo'lsin, va yoki tikchilik bo'lsin, va yoki xaridchilik bo'lsin, qanday ish bo'lsin, o'z qo'li bilan ishlab yurishning fazilati haqida bu hadis keldi. Ani savdo tijoratning fazilati haqida at-tajiru saduq yuhsharu ma'an nabiyyin va siddiqin va shuhada. Rostchil tijoratchi aybini oshkor qilib sotadigan, jin jasini oshkor qilib deb sotadigan, soxtasini aniq bayon qilib sotadigan, tijorat bozorida haqni oldirmaydigan bundaq tijoratchi payg'ambar, siddiq, shahidlar bilan hashar qiladi. Chunki bularni jug'laydigan bir narsa bor, rostchillik. Payg'ambarmi rostchil, siddiqmi rostchil, shahidlarmi rostchil, o'zining da'vosini rostchil. Bu tijoratchi rostchil. Buni biz taqlid. Mana bu hadislar va uningga o'xshagan hadislarning diftidan ulamolardan bu 3 turdan birini
onundan başqa afzal qilganlarmi mavjud bo'ldi. Ya'ni 3-dan birisini afzal deb mutlaq afzal qilayotganlar bor. Masalan, ziroatni, yezigilikni afzal deganlar bor. Ba'zanlar hunarvanchilik, sanoatni afzal deganlar bor. Ba'zanlar tijoratni afzal, savdo-sotiqni afzal deganlar bor. Birini mutlaq afzal qilib, boshqasini afzal emas bo'ladi degan bu kishilar bor. Lekin muhaqqiq ulamalar munda dedi. Biz bu 3 turlik ishdan birini mutlaq afzal deb qaramaymiz, balki afzallik u ishqa jamiyatning ehtiyoji bo'yicha bo'ladi. Jamiyat qaysi ehtiyojli bo'lsa shu bo'yicha bo'ladi. Yemeklik az. Jamiyat o'zining kundalik uzuqliq g'izosiga muhtoj bo'lgan chig'ida dehqonchilik, teriqchilik boshqasidan afzalroq bo'ladi. Nimishqa? Millatni ochlikdan qo'g'dash uchun. Teriqchilik qilmasangiz boshqa yerga, boshqa davlatga muhtoj bo'lib qolasiz import qilish uchun. Ular ya setib bermaydi, yoki bahosini yuqori ko'tarib oladi, natijada ummat yana qiyinchilik qoladi. Qanday ochlik, bu ochlik bo'lsa, adamga bakmi yomon hamroh bo'ladigan ish va u ummatning ochlik bexatarligini to'liqlash uchun. Bo'libmi dehqonchilikda, teriqchilikda ba'zi mushaqqat, jafo bo'lgan chog'da bakroq afzal bo'ladi. Chunki bu jafo mushaqqatga sabr qilish amallarning afzalroq bo'ladi. Mana bu ehtiyojga qaraymiz. Zodi kishilar, millat kundalik g'izoga muhtoj. G'izoga muhtoj. O'zininki ochlik masalasini hal qilolmagan bir vaqtda cho'qim musulmonlarni safarbar qiladigan yoki umumatan qiladigan ish shu insonlarning ochlik masalasini hal qilish. Yo'tkab akaganlari bo'lsin bo'ladi, setib olgani bo'lsin bo'ladi, yo teriqchilik qilish orqali hal qiladigan bo'lsin bo'ladi. Bu ish abdullah. Yemeklik ko'paygan, dehqonchilik doirasi kengaygan, insonlar xilma-xil hunar kasb sanoat ehtiyoj bo'lgan chig'ida g'ayri musulmonlardan, ya'ni kofirlardan import qilishdan qutulish uchun bir tarafdan va ishlamchi qo'llarni ishlatish uchun, ya'ni ishsizlarni ishga o'rlashtirish uchun yana bir tarafdan ummatning hurmati, chegarasini saqlash uchun harbiy sanoat nisbatan uchinchi tarafdan ummatning ishlab chiqarish iqtidorining yetersizligini tugutish uchun to'rtinchi tarafdan sanoatga muhtoj bo'lgan chig'ida sanoat afzal bo'ladi. Hunarvanchilik afzal bo'ladi. Qalab baqsaq bozorda ochlik degan shuncha ko'p, yemak ichmak mo'l, hamma kishining qo'sqi to'q, ammo sanoatlashmagan. Texnicha u xalq g'aruda mangadigan yoki piyoda mangadigan yoki uylarga chiroq, qo'l chiroqlarini yondiradigan, shamlarni yondiradigan u xalqda tok yo'q yoki u xalqda mashina yo'q, yo u xalqda bir texnika yo'q, yoki u xalqda har bir sanoat qurol yarog' yo'q, o'zi yasayolmaydigan boshqalarga muhtoj bo'lib qolgan vaqtda, unda vaqtda cho'qim hunarvanchilikni taraqqiy qildirish kerak, kasbni taraqqiy qildirish kerak va harbiy sanoat zavodini qurish kerak. Bir tarafdan başqalardan muhtoj bo'lishga qulluq bo'ladi, ikkinchidan nurg'un kishilarni ishlatgili bo'ladi, uchinchidan ummat shu orqali kuchayib, hurmati, izzati xalqaro bo'ladi va uning zamin turligiga hech kim tajovuz qilolmaydi. To'rtinchidan ummatning ishlab chiqarishga yetersizligini to'liqlag'ili bo'ladi. Bunda vaqtda sanoat afzal bo'ladi. Buni bilishimiz lozim. Shuning uchun bugun İslam dünyası qarasak,
umumeten İslam dünyasının eşyalarını başka devletler, başka rayonlardaki insanlar yasap bergen. Kiyimini mi yasap bergen, buğday konaklarını o terip bergen, mininigan maşinelerini o yasap bergen. Hemme narsa işletadigan kiralığı deymiz, to'g'latg'i deymiz, kompyuter deymiz, televizor deymiz. Her qandaq sanoatga aloqador har narsani boshqalar yasab turyapti. İchimlik, yemeklik, kiyim-kechak va boshqa iste'mol qiladigan narsalarning beyni boshqa millatlar yasab turyapti. Unda vaqtda musulmonlarda fulla, yani iqtisodlar bo'ladi ekan, cho'qim ular o'zining bu tarafdagi mayli dehqonchilik tarafdan bo'lsin, hamda dehqonchilik hammasi bugun taraqqiy qildi. Yani elektrleşti, maşinalashdi, hammasi maşinalashdi. O burunqiga o'xshash qaloq holatda ama maşinalashgan davrida cho'qim shu maşinalashgan shaklda dehqonchilik qiladigan, teribchilik qiladigan, sanoat ilib boradigan bundoq sohalarni to'liqlash, bu sohalarga ko'ngil bo'lish va bu sohalarning masalasini hal qilish musulmonlarning ustiga tushgan afzal ibodat va hadis masalalari. Dehqonchilik, sanoat to'liq bo'lgan vaqtda insonlar bu dehqonchilik, sanoat ishlab chiqargan narsani bu davlatdan u davlatga, yana bir davlatga, ma shahardan yana bir shaharga yo'tkaydiganlarga muhtoj bo'lgan chog'da, hamda u yo'tkaguvchimi ishlab chiqaruvchi bilan ishlatuvchilarning o'rtasidagi yaxshi vosita. Bu shuningdek bozorga och ko'z besimda xalq ommasining ehtiyojidan foydalanadigan, bozor bahosi bilan o'ynashadiganlar hukmronlik qilib olgan chog'da, egallab olgan chog'da bu vaqtda tijorat afzal bo'ladi. Bir rayon, masalan, dehqonchilik rayonlari, Oqsu paxtalik bazasi, Ko'rli nashq bazasi diginiga o'xshash yeni bir rayon bo'lsa buğday bazasi, hamda bu yerdagi mallini boshqa rayonga olib satmasa, bu yerdagi kishilarning ehtiyojidan eshib ketgan. Bozor bahosi shu sababli tushib ketgan. Natijada uni ishlab chiqarganlar bo'lsin, yasaganlar bo'lsin, yoki terikchilik qilish orqali terganlar bo'lsin, ziyon tortayotgan ko'pdir. Bunday vaqtda u yo'q yerga olib setish bu musulmonlarning ustiga tushirgan bir amal ibodat va afzal amal ibodat. U vaqtda qanday qilish kerak? Uni olib setish kerak. Yana birisi bozorni ochko'z besimda xalqning manfaatining ehtiyojini manfaatlanadigan nima yo'q bo'lsa, shuni o'zida bani ching tutib, endi yo'q ya, boshqa yerda qolmadi, mendan olmasa boshqa yerdan ololmaydi, buni bahosini yaxshi bir tutib satay deb qiladigan bundoq ochko'z jambaqda tijoratchilar ko'paygan chog'da tijorat qilish afzal bo'ladi. Bo'libmi u tijorat Alloh subhanahu va taoloning zikridan, namoz o'qish, zakot berishdan, ilm setim, tijorat to'sqinlik qilmaydigan odamlardan bo'lgan vaqt. Namozi joyida, zakotni vaqtida beradigan taqvo odamlardan bo'lgan vaqtda bu tijorat ko'proq afzal bo'ladi. Demak, ulamolar mana shunday yakunni chiqargan. Shuning uchun bugun musulmonlar bir yerga talla bozori ochgan bo'lsa, uning qeshig'i talla bozori ochib olmaslik lozim. Bunda bir gap bor. Yahudlar bir yerga may punkti qurilsa, uning qishi birisi mashinani remont qiladigan keladi deydi. Yana birisi uning qishiga mashinaga yel uradigan bir kishi keladi deydi. Yana birisi uning qishiga endi bu yerda odam to'plashibdi, oshxona bo'lmasa bo'lmagan deb u keladi. Natijada har xil kasbdan u yerni hal qilib, u yer bir bozor aylanadi. Ammo Uyg'urcha o yerda talla bozorda birisi bor ekan,
bak etib o'tibdi, uning qishiga yeni birini qilla, biz bahosini sal tushirib, malninki sutini yaxshiroq o'stirib, qonunga raqobat e'lon qilib, osh bozorni biz egallaylar deb ikkisi birga keladi, shuning bilan raqobatlashib, iste'molchilar foyda oladi, ichki tijorat ziyon tortadi. Uchinchisi keladi, hammasi vayron bo'ladi deydigan bir gaplar bor. Va hammamizga reallik. Shuning uchun biz qanday qilamiz? Biz oldi bilan amallarning afzali qaysi? Agar savob umid qilib, pullam umid qilmay, millatimizga xizmat qilishni o'ylab, o'zimizning qo'sqini to'yg'izishni o'ylamay, umumiy bir xalqimizga manfaatli bo'lsin desak, biz shu millat ehtiyoj bo'lgan har soha, her taraflarını bilişimiz ve o arkalı o taraflarını tolduruşumuz lazım. Bu mesela milletini hür kılımız dediklerimiz, milletini müstakil dediklerimiz ama millet yanıla o kullukunu kullanmaydı. Çünkü o özü hoca buluş için iktisadi cihette hoca buluşu gerek, siyasi cihette hoca buluşu gerek, harbi tekniklerde hoca buluşu gerek, ve onun başka her nerselerde kucu buluşu gerek. Kiyim kiçeklerde mi hem kucu buluşu gerek. Özü tikelaydıgan, onun materyallerini özü yasayalaydıgan bunu alışı gerek. Devrimizde bizden milletimiz onun ihtiyaç bulunduğun nesinin ihtiyacı rakı o terakki kılgan teknikler. Bu en ihtiyacı bugün. Bütün İslam dünyası kalırsak bu ihtiyaçtır. Ümmet bu devrige, o ümmet devrinin ilmi bilen kurallangan haletinde, devrinin ilminin akıda kalmagan, ayrılıp kalmagan halette kirişki ihtiyacıdır bu ümmet. Çünkü İslam ümmeti Allah o ümmetini onun bilen mükerrem kılgan, Allah o ümmetke onun bilen nimetini mutuluk kılgan İslam risalesini ada kılışka kadir bulanmaydı ve bu İslam'ın davetini dünyayı yiyişke kadir bulanmaydı ve halaniki o ümmet kural yarak devrede kural yarak zamanısı da başkalarına müstahil bulunmaktan halıdır. Bunda teknike, elektron devrede başkalarına müstahil bulak turup onu başkalarına yetkilemiyor. Siz başka devletlerinin, başka milletlerinin, başka halklarının prensipiga, itikadıga, kıymet karışıga, siyasetiga, nizamıga zıt boğan bir nizamını, bir siyasetini, bir kanununu, kaidini ya fikrini oturup çıkarımen deydiken siz o başkalarının güçlük buluşunuzu talep kıldı. Başkalarının yülenmeydiğen derecede buluşunuzu talep kıldı. Hatta başka milletler sizge ihtiyaç buluşunu talep kıldı. Eğer onda bulmayısınız, Kur'an'ı atımen deysiz ama Kur'an başkalarının kolu diye sılavatkan. O başkalarının kolu diye sılavatkan olsa, beğenmesi atanmayısınız. Pul ihtiyaclık buluşsuz ama pulunu başkaları yasavatkan, sizin kolunuzda pul bulması hecdiyenmeysiz. Şunun için bugün ümmet özünün bu risalet vazifesini ada kılmen deydiken, dinini üstün kılmen deydiken aldı bilen bu devrede başkaları teknike, ilim, iktidarının hemmini bu ümmet hazırlışı lazım. Bu ümmet özünün marif sistemlerini, programlarını, bu maksatını amelge aşırışka münasip, ümmetke, o ümmetinin halakaradaki ornunu kaydırıp ekilediğen, o ümmetinin yıldızı çonkur, şahları baraksan, alahide millet boğan kündeki halakaralık ornunu kaydırıp ekilediğen, ekilişki münasip programma ve sistemiste tüzüşü lazım. وَلَا بُدَّ أَنْ تُطَوِّرْ bu ümmet özününki maarif sistemlerini, programlarını muşukil gayini vücut çıkışıka münasip terakki kıldırışı lazım.
o ummatning xalqarodagi o'rnini asliga akiladigan maqsadga uyg'un taraqqiy qildirish lozim. O ummatga yıldıza çoğunqor, şahları baraksan, alohida madaniyat bo'lgan kunlikka va o ummat kelgusiga qarishi, kelgusiga ummatdan islom nimani talab qiladi va islomning ahli nimani talab qiladi va uningga dünya uni tunishda aqida, nizam, hazoratdan tunishda nimani talab qiladi, buningga qarishi lozim ummat. Haqiqatan bu yuqori texniklarni qo'lga keltirish va uningda boshqalardan ustun bo'lish va uningga yetkazib chiqqan ilmlardan ustun bo'lish farz zarur bo'ldi. Ya'ni uni din talab qiladigan, din vojib qilgan farz reallik keskin belgilagan zurriyat. Mana bu bugungi kundagi ummatning birinchi va oldingi o'rinda qo'ydigan ishlarning qatorida bu masohaga. Buningga ahamiyat berish lozim ummat. Umumatan bizning millatimiz hammada, hatto yemak ichmakida bo'lsin, kiyim kechigida bo'lsin, uy selish materiallarida bo'lsin, uy bezash materiallarida bo'lsin, hamma sohada boshqalarga pul bo'lyotidi, boshqalarga tayinyotidi, boshqalarga ehtiyoj bo'lyotidi. O'ylamasinki bu millat biz uning qo'lidan qutulgan chig'imizda, uning qo'lidan ayrilgan chig'imizda anandan keyin biz uni taraqqiy qildira olamiz deb o'ylamasin. Oldi bilan bu sohalarda ilgilik qilishi, bu sohalarda yetishishi va bu sohalarda taraqqiy qilishi va bu sohadagi kamchiliklarni o'zi hozirlashi lozim. Bu hozirlashlarning hammasi uningdagi ummatning umumiy sohadagi mukammalligi va hurligining asosiy kafolati bu. Shuning uchun dunyoviylik ishlardagi muhim, afzal, a'lo bo'lgan ishlar shu jamiyat, jamoat, xalqning ehtiyoji bilan bo'ladi. U xalq nimaga, qaysi turga, qaysi sohaga ehtiyoj bo'lsa, dal o sohaning ehtiyojini qamdash va dal o sohadagi ehtiyojini tugutish va dal o sohaning ehtiyojini hal qilish masalasi ummatning ustidagi farz bo'lgan masala. Buning eng oldida ummatning texnika, taraqqiyot, ilm-fan sohalarida. Bu sohalardami avlodlarimizni yetishimiz, avlodlarimizni tarbiyalashimiz lozim. Avlodlarimizni kuchi bo'la oladigan, ham orplanni yasay oladigan, har xil ilg'or mashinalar, texnikalik qurollar, har xil sohalarda uzib chiqa oladigan kishilarni yetishtirishimiz lozim. Buning bilan anandan keyin asli islomiy risolatni dunyoga yoyg'ili va ummatning vujudini saqlab qolg'ili bo'ladi. Va oxirida alhamdulillah robbil alamin.